Assalomu alaykum akalar ukalar, qalaysizlar, yaxshimisizlar, charchamasizlar? Hop akalar ukalar, men YouTube kanalimda xudo xolasa reklama xizmatini yo'lga qo'ydim. Nima motoblok, mototsikl, skuter, kvadrotsikl bo'lsa bunaqa qilishga, reklama qilishga 10 minutlik video bo'lmasa 5 minut, 6 minut uzoq shunaqa video qilib berasizlar. Aslida motori qanaqa holatda yurib turganini ko'rsatib, yurmayotgan bo'lsa buzug'ini ko'rsatib, nima texnikani, nima zapchaslari, instrumentlari qanaqa, mana shularni hammasini to'liq qilib video qilib tashlab bersanglar, telefon qilaverasizlar, telefon nomerimni pastga qo'yib qo'yaman. Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bizga starter cho'tkasi keldi. Starter cho'tkasini buni paykalashimiz kerak. O'zi zavodskiy mana bunaqa bo'ladi. Kantashka. Ko'rdinglarmi? Missimga zamkani qildirib yopishtirib qo'ygan bo'ladi. Shuni endi xudo xolasa paykalab beramiz. Buni bu yerdan ko'chirib olib, keyin mana bu narsani tiqiladi. Mana bu narsa mana bu yerdagi boyagi paykalangan, zamkani yopishtirilgan, kantashkaga yopishtirilgan sim. Mana yerdan chiqib, keyin mana yerdan payka qilib mana bunga tiqib qo'yiladi. Mana bular o'zi mashinga paykalab qo'ygan bo'ladi. O'zi mana shunaqa, o'zi shunaqa paykalaydigan apparat ham yasab qo'yish kerak. Jitta zamkani qilib qo'ygan bo'ladi. Biz mana buni paykalaymiz xudo xolasa. Mana bolg'amiz. Shunaqa bolg'ada payka qilinadi. Xudo xolasa. Bundan endi ko'chirib olinadi. Bu eski mana yeyilib ketgan cho'tkalari ancha xo'r, juda unaqa yomon bo'lib ketgan. Shuni endi xudo xolasa yopishib qolgan deyishdan mutkasiga. Bu MTZ-80 ni starteri. Hozirgi yangi chiqqan starterlar bor-ku, o'sha starterlar bular. Xo'p, xudo xolasa shuni aniqlamiz. Mana xudo xolasa akalar qotirib qo'ydik. Paykalab mana. Mana paykalab. Endi mana usta yig'ishdan oldin mana aytiga o'zini joyiga tiqib prujinasini qo'yib tiqib yig'adi. 4ta chekkaga qilingan bo'ladi. Shunaqa gaplar. Xizmatda bo'lsa olib kelaverasizlar, qilib beraveramiz. Starterlarni, cho'tkasini, starter o'zini remont, dinamo remont, hammasini. Elektromotorlar remont, elektromotorda ichki xolasini alishtirib beramiz bor bo'lsa. Bo'lmasa seriya murey bilan kelsa qilamiz. Motobloklar, motorlari, mana bunaqa posilka qilib jo'natib yuborishadi. Bularni qilamiz. Generatorlar remont qilamiz. Michalkalar remont. Qo'ldan kelgancha hammasini. Motobloklar mana. Bu yoqda ham 3-4 ta motobloklar bor. Sportivniy velinlarni remont qilamiz. Karshika patillar, skuter, 2 g'ildirayli. Mana bu yoqda 2-3 ta yana mototsikllar, 2-3 ta motobloklar bor. Bularni remont qilamiz. Mana. Manzilimiz Toshkent viloyat Piskent tumanida. Kerak bo'lsa xaldiniylarni remont qilaveramiz, farqi yo'q. Olib kelaverasizlar. Manzil Toshkent viloyat Piskent tumanida, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha to'g'rilab beramiz. Shunaqa gaplar akalar. Videomiz yoqqan bo'lsa like, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yishingizda chiqmasinda. Yaxshi usta qidirib yurgan akalarga jo'natib qo'yinglar. Shunaqa xizmatlar bo'lsa bemalol qo'ldan kelgancha to'g'rilab beramiz. Payka qilish, boshqa qilish. Keyin postoyan ishlayman, ish kerak, ishlayman deydigan bolalar bo'lsa,
rastochka, pastochka, to'kurning ishlarim, omnaqalarim bor. Bolalar bo'lsa kesin. Hop, qo'ldan kelgancha ishlashga gaplashamiz. Qandoq nima mashina remont qilish bo'lsa, boshqa bo'lsa kesin. Saklarni ham remont qilamiz. O katta saklar turibdi-yu. Shunaqa gaplar aka-ukalar. To'kur ishlariga bo'lsa ham, mashina remont qilish ishlari bo'lsa ham farqi yo'q. Shunaqa bolalar ishlayman. Postoyanniga joy kerak deydigan bo'lsa, beraveramiz. Mana bu yoqda garajlarimiz ham bor. Shu oppoq qilib, eshik derazasini qilib to'g'irlab beraveramiz. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Omon bo'lasizlar, tinch bo'lasizlar. Rahmat hammaga aka-ukalar. Xudo xolasa mana golovka ichiga yorug' bermagan lekin bu yoq tarafida ham mana trishinna yo'q. Xudo xolasa shu joyiga svarka qilamiz. Joyiga qo'yib zbor qo'ydik. Lekin gilzada ozgina bir vitkasi bor ekan, ozgina. Ya'ni endi ko'ramiz, ishlatsak. Yurib turgan unaqa o'tirlar. Xudo xolasa uni svarka qilamiz endi. Shunaqa yorug'larni hammasini svarka qilib beraveramiz qo'ldan kelgancha. Liboy zubur, liboy joyini. Mana bu ham blok unaqasi yorilib kelgan, stupitsasi. Bunisi apparatura farsumka, tok sistema, bunisi mahaviylari, motorlari qilinishi kerak. Narigi skuter remont qilib qo'yildi, bu yoq skuter qilinishi kerak. Shunaqa gaplar. Endi svarka qilamiz qo'ldan kelgancha. Xolos. Mana xudo xolasa farasini ishlatib qo'ydik. Gaz bersanglar ko'rasizlar, fara ishlayapti. Shunaqa gaplar. Qo'ldan kelgancha led faralarni qo'yib, moydachik, sudachik, yangi filtrlarni qo'yib, filtri ichi yonib ketgan ekan.